Assalomu alaykum. Efirda siz nima deysiz ko'rsatuvi. Assalomu alaykum. Dasturimizning sadoqatli muxlislari, odatimizga ko'ra bugun ham jamiyatimiz uchun muhim yo'nalishlarda, dolzarb mavzularda fikrlashda, mulohaza yuritishda davom etamiz. Milliylashyotgan sun'iy intellekt va raqamli qaramlik. Bugun studiyamizga taklif etilgan mutaxassislar bilan mana shu dolzarb mavzuda fikrlashishni maqsad qilganmiz. Xuddi shunday. Bilasizmi, umid avvallari faqat inson tafakkuri kuchi bilan yechiladigan eng murakkab masalalar, ulkan tahlillar va qaror qabul qilish jarayonlari endilikda neyron tarmoqlar va algoritmlar yordamida soniyalar ichida amalga oshirilmoqda. So'z va til endi faqatgina kitob sahifalarida emas, balki ma'lumot bazalari, kodlar va raqamli algoritmlarda yashamoqda. To'g'ri aytasiz, Dilnoza, biroq bu shiddatli taraqqiyot o'zi bilan birga o'tkir muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Sun'iy intellekt inson kabi fikrlamaydi, u faqatgina o'ziga berilgan ma'lumotlarni tahlil qiladi. Agar global raqamli makonda o'zbek tilidagi ma'lumotlar bazasi, aytaylik, matnlar, kitoblar, ilmiy ishlar yetarli darajada bo'lmasa, dunyoning eng ilg'or sun'iy intellekti tizimlari ham o'zbek tilida to'g'ri fikrlay olmaydi, mantiqiy javob bera olmasligi mumkin. To'g'ri. Bugun mamlakatimizda davlat tilini raqamli makonda mustahkamlash, milliy kontentni elektron formatga o'tkazib yagona bazaga jamlash va shu asosda o'zbek tilining milliy sun'iy intellekt modelini yaratish borasida qanday ishlar amalga oshirilayotganini Azbek akadan bilib olamiz. Xush kelibsiz. Marhamat, dastlab sizdan boshlaymiz. Haqiqatan ham dunyo hozir sun'iy intellekt davriga kirib keldi desak bo'ladi. Tilning rivoji nafaqat adabiyotda, balki ta'limda, umuman olganda hozirda sun'iy intellekt tizimlarida, ya'ni tilni raqamli makonga kirib kelishi bilan bog'liq albatta. O'ylaymanki, hozir Alisher Navoiy davrida, esimizda bo'lsak, tarixga nazar tashlasak, Alisher Navoiy davrida tilning rivoji va boyligi, uning imkoniyatlari bo'yicha faqat adabiyotlar orqali tanitgan ahamiyatlarni. Lekin hozirda esa bu bosqich yangi ko'tarilgan bosqichga olib kirildi. Demak, bu onlayn platformalar va umuman tizimlashtirilgan holatda o'zbek tilini rivojlantirishga hissa qo'shyapti desak bo'ladi. Va bir qancha muammolar, masalalar bor oldimizda. Ya'ni ma'lumotlar yetarli darajada bo'lmaganligi, sun'iy intellektda izlayotganimizda, misol uchun O'zbekiston tarixi yoki madaniyati bo'yicha nimadir izlasak, sun'iy intellekt tomonidan bu bizga aniq bo'lmagan ma'lumot yoki yetarlicha ma'lumotlarni yetkazib bermaydi. Faqat o'sha bir kontentni ko'rganimizda faqat do'ppi bilan milliy liboslarni ko'rsatib bera oladi, lekin uni madaniyatini ich-ichidan kirib ko'rsatib bera olmaydi. Bu o'rinda o'sha asosiy sabablardan biri ma'lumotlarimizni yetarli darajada hali raqamli holatda keltirilmaganligini ko'rsak bo'ladi. Juda ham yaxshi. Shahbozbek, siz ham bu savolga javob berishingiz mumkin. O'zbek tiliga asoslangan sun'iy intellektning milliy modelini o'ziga xosligi nimada? Xorijiy davlatlardagi milliy modeldan bizni modelimiz nimasi bilan farq qiladi? Tabiiyki, qadriyatlarga asoslanadi. Yana nimalarda farq qiladi? Aynan mana shu globalizatsiya jarayonlarida sun'iy intellekt haqiqatdan nafaqat tilshunoslik, ilm-fan sohasiga, balki boshqa yo'nalishlarga ham kirib keldi. Aynan mana shu jarayonda bizning mamlakatimiz boshqa bir davlatlarga nisbatan, agar mubolag'a bilan aytadigan bo'lsak, olamshumul ish qildi deyishimiz mumkin. Bunga sabab biz xorijiy manbalarni ko'radigan bo'lsak, WordNet, BubbleNet kabi semantik tizimlar bor, sun'iy intellektga asoslangan. Lekin ularda asosiy xususiyat faqatgina matnni tahlil qilish, matnni tahrirlash, undagi o'sha qandaydir bir tilshunoslikka xos bo'lgan xatolarni aniqlashdan iborat. O'zbekistonda yaratilgan aynan mana shu UzNet semantik tizimining birinchi boshlang'ich formasi hisoblangan Atamakom.uz dasturiy ta'minoti bu demak boshqa bir davlatlardan ham bir ilg'or tajriba, ilg'or bir natija deb baholashimiz mumkin. Nimaga shunday deymiz? Bunga sabab biz Turkiya Respublikasini olaylik, Rossiyani olaylik yoki boshqa bir Amerika davlatlarini olaylik, baribir ularda o'z tilining
boyligini oshirib borish, uni xorijiy so'zlardan tozalash maqsadi ko'zlangan bo'ladi va bizning mamlakatimizda ham aynan mana shu siyosat natijasida demak Atamakon uz dasturiy ta'minoti nima qiladi? Bu xorijiy tillardan bugungi kunda o'zbek tiliga o'zlashib kelayotgan so'zlarni aynan o'zbek tilidagi muqobil variantlarini topadi. Bu muqobil variantlarni topish faqatgina sun'iy intellektga asoslanib qolmaydi. Sun'iy intellektning imkoniyatidan biz unumli foydalanamiz. Unga qaram bo'lmaymiz. Mana hozir ko'rsatuvni nomiga men ahamiyat beryapman. Raqamli qaramlik bu juda ham tanlangan bir dolzarb mavzu hisoblanadi va mana shu yerda Atamakon uz dasturiy ta'minoti mana shunday raqamli qaramlikka bo'ysunmaydi, balki undan unumli foydalanadi, kerakli joylarni oladi. Biz ongli mavjudotlarimiz va mana shu ongli qobiliyatimiz bilan sun'iy intellektni o'zimizga bo'ysundirishimiz kerak. Atamakon uz dasturiy ta'minotida biror bir xorijiy atama unga kiritilgan paytda sun'iy intellekt albatta o'zbekcha muqobil variantlarni topadi. Lekin biz uni to'g'ridan to'g'ri qabul qilmaymizda keng jamoatchilikka tayanamiz. Mana bundan 1000 yillar avval deylik, umuman til paydo bo'lgandan beri til bu ijtimoiy hodisa deyiladi. Ya'ni til siz, men va biz bilan birgalikda rivojlanadi. Demak, mana shunday ibora bilan yondashgan holatda biz sun'iy intellekt asosida yaratilgan nomlarni jamoatchilikka taqdim qilamiz. Endi jamoatchilik uni o'rganadi, ko'radi. Agar ulardan birortasini o'zi qabul qilmaydigan bo'lsa, o'zining yangi variantlarini taqdim etadi va mana shu variantlarni umumlashtirgan holatda undan keyin jamoatchilik fikrlari soha mutaxassislari muhokamasidan o'tadi. Va mana shu muhokamadan keyin biz demak jamoatchilikka yana saralangan, silliqlangan, o'z tilimizga xos bo'lgan, begona tillarga xos bo'lmagan demak atamalarni kiritishimiz mumkin. Rahmat, fikrlar bor ekan, eshitamiz. Marhamat. Raqamlashtirish bo'yicha gapiradigan bo'lsak, akamiz yaxshi gap aytib o'tdilar. Aynan bu sun'iy intellekt nimaga asoslanadi? O'zingiz aytganingizdek, demak bu ma'lumotlarga biz qanchalik ko'p va to'g'ri ma'lumotlarni o'qitadigan bo'lsak, ya'ni o'qitish deganda bu sun'iy intellekt katta til modellari deyiladi va undan tashqari mashinaviy o'qitish degan tushunchalar bordi o'sha raqamlashtirishning ichida. Bularga biz qanchalik ko'p o'zbek tiliga oid matnlarni yoki o'sha ilmiy ishlanmalar bo'lishi mumkin yoki kitoblarni qanchalik ko'p o'qitsak, bizga shunchalik to'g'ri javob qaytaradi. Lekin bizda hozirgi kunda mana xorij tajribasini oladigan bo'lsak, masalan ChatGPT hammamiz biladigan yoki shunga o'xshagan o'sha sun'iy intellekt modellari bor, matn bilan ishlash uchun. Ular o'sha juda ham ko'plab, ya'ni terabaytlab ma'lumotlar bilan o'qitilgan bo'ladi. Bu data training deyiladi yoki fine tuning deyiladi. O'sha ma'lumotlarni o'sha o'zimizda bor o'zbek tili mana adabiyotlari bo'lishi mumkin. Shularni qanchalik ko'p o'qitsak, bizga shunchalik toza va sof ma'lumot kelib chiqadi. Ya'ni u yoqda faqatgina u qanaqadir sizni xohishingiz bilan emas, ya'ni o'qitiladigan real ma'lumotlarga asoslanadi. Rahmat, qisqacha javob berib o'tib keting, hurmatli Azizbek, Shahbozbek. Sun'iy intellektga oid bizning milliy modelimiz qachon to'liq yaratiladi va biz yana o'sha milliylikni sun'iy intellektga ko'chirish uchun, integratsiya qilish uchun nima qilishimiz kerak? Xo'p, sun'iy intellekt bo'yicha 2024-yil 14-oktyabrda prezidentimizni qarorlari 358-qarori, ya'ni sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha davlat miqyosida rivojlantirish, ya'ni strategiyalari qabul qilindi va mana shu strategiyalarda aynan sun'iy intellektni mana bu o'zbek tili korpusini yaratish to'g'risida gap ketdi va u mana shu 2026-yilga qadar bitta ma'lum bir platforma, ya'ni Data Lake degan platforma 2026-yilning oxiriga qadar ya'ni tugatilib bitkazilishi kerak. Ya'ni bu juda ham o'rinli va to'g'ri vazifalardan biri hisoblanadi, chunki hozir bizda juda ham tarqoqlik bor tilimizda. Ya'ni raqamlashtirilmagan holatda bu ma'lumotlarni biz bitta joyga jamlab, kelgusida o'sha ilmiy ishlar yoki buyuk tadqiqotlar qilishimizga bu asos bo'ladi deb o'ylayman. Yana bir aytib o'tmoqchiyim, o'zbek tili korpusi nima maqsadda? O'zbek tili korpusi bu matnlarning jamlanmasi hisoblanadi, baza hisoblanadi va
mana shu bazani rivojlantirish ham albatta kerak bo'ladi. Mana shu baza asosida keyin umumiy ma'lumotlarni bitta joyga raqamlashtirilgan holatda qilish mumkin. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman, o'sha o'zbek tili bazasi hozirda mavjud, lekin bu yetarli ma'lumot emas. Mana bu Data Lake platformasining yaratilishi esa so'z umuman tilimizni o'sha barcha tadqiqot holatdagi so'zlarni tozalangan holatda bitta platformaga joylanishi. Bu albatta kerakli deb o'ylayman. Albatta, baribirga ham o'sha vaqt kerak bo'ladi, bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Rahmat fikrlaringiz uchun. Albatta, mutaxassislarimiz fikrlariga tashakkurimizni izhor etamiz. Dasturimizda bugungi kunning yana dolzarb mavzularidan biri raqamli qaramlik haqida ham fikrlashishimiz darkor. Raqamli qaramlikning eng katta xavfli tomoni vaqt va e'tiborni boshqarishni yo'qotishdir. Odamlar hozirgi lahzani to'liq his etmaydilar. Jonli muloqot o'rnini cheksiz onlayn kontent bilan almashtiradi. Bu esa ming afsuski shaxsiy munosabatlarga, ish samaradorligiga va hatto jismoniy salomatlikka ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki kam harakat turmush tarzi va uyqu tartibining buzilishi odatiy holga aylanadi. Bu muammoni kamaytirish uchun ekran oldida o'tkaziladigan vaqtni cheklash, offlayn faoliyatlarga ko'proq vaqt ajratish va raqamli kontentdan foydalanishga ongli munosabatda bo'lish muhimdir. Ammo bu jihat ko'pchilikni e'tiboridan chetga qolib, aksariyat insonlar, ayniqsa o'smirlar, butun xayoli bilan onlayn olamga sho'ng'ib ketyapti. Yoshlarni bu qaramlikdan qanday asrashimiz kerak, marhamat? Shu narsani aytish kerakki, biz raqamli qaramlikni faqat ekran vaqti bilan o'lchay olmaymiz. Chunki xalqaro tadqiqotlarda ko'ryapmizki, misol uchun yaqinda o'tkazilgan PISA tadqiqotlarida ham aytilyaptiki, o'quvchilar deylik o'rtacha 1 soat davomida agar ta'limga oid kontentlardan yoki o'zini rivojlantirishga kerak bo'ladigan kontentlardan foydalanganda ulardagi o'qish savodxonlik ko'rsatkichlari o'sgani ko'rsatilgan. Va aksincha, agar o'quvchilarda ko'ngilochar yoki umuman o'quvchining rivojlanishiga xizmat qilmaydigan kontentlardan nazoratsiz tarzda foydalanganda o'quvchilardagi mantiqiy fikrlash va matematik savodxonlik darajasida tushish kuzatilgan. Demak, shu nuqtai nazardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, raqamli qaramlik deganda biz shunchaki avtomatik tarzda bolaning ekran vaqtini emas, balki undan qanday foydalanayotganini ham o'lchashimiz kerak. Balkim samarali foydalanayotgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Albatta. Endi yana bir tomoni bor. Albatta, bola 0 yoshdan 8 yoshgacha o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bolaning o'rtacha ekranda o'tkazayotgan vaqti 2 soat 27 daqiqani tashkil qiladi. Bu 2025-yilda o'tkazilgan tadqiqot natijasi. Va bu tadqiqotga ko'ra hali o'sishda davom etyapti. 2026da bilmaymiz qanchaga bo'lgan. Endi mana shu nuqtada bolani ekrandan uzoqlashtirish ota-onaga bog'liq. Endi bunda qanday metodlarni qo'llash mumkin? Birinchi o'rinda biz shunchaki qo'lidan tortib olib, bo'ldi, sen foydalanmaysan deya olmaymiz. Ya'ni bolani ekrandan ayira olmaymiz. Bu orqali bolani biz texnologik jihatdan zamondan orqada qoldirishimiz mumkin. Buning uchun bolaga alternativlar taklif qilishimiz mumkin yoki o'sha elektron yoki mobil o'yinlardagi tizimni hayotga ko'chirishimiz mumkin. Bu qanday bo'ladi? Deylik, misol uchun darajalar, o'yin darajalari. Ikkinchisi bu badge deydi, ya'ni medallar orqali. Yana bir tomoni, uchinchisi bu bonuslar orqali. Bola misol uchun qandaydir faoliyat bilan shug'ullandi, offlayn faoliyat bilan qandaydir kitob o'qidi yoki nima bilandir shug'ullandi va qanchadir miqdorda ball yig'di. Va o'sha ballini nimagadir almashtirishi. Va mana shu orqali biz bolalarni ham ekrandan uzoqlashtirishimiz mumkin. Ya'ni zararli kontentlardan uzoqlashtirishimiz mumkin. Ham o'zini ustida ishlashiga xizmat qilishimiz mumkin. Rahmat. Diyoraxon, siz qanday fikrdasiz? Marhamat. Bugungi globallashuv davrida raqamli qaramlik juda ham katta o'rinni egallamoqda. Ya'ni insonlar virtual dunyoga o'zlarini ko'proq vaqtini sarflamoqda. Shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, bugungi yoshlar o'rtasida internetdagi, ya'ni Instagram, YouTube platformalari orqali turli xil ideal hayotlarga o'zlarining hayotlarini taqqoslab ko'rib, yolg'on ma'lumotlarga ham ishonishlari va bular o'zlarining hayotidagi yetarli darajadagi o'rinlarini ham yo'qotishga sabab bo'lyapti. Ammo virtual dunyoni to'g'ri yo'nalishda foydalantirsak, masalan, bilim olishga,
ta'limdagi yutuqlarga erishishga sarflasak, to'g'ri yo'lda yo'naltirgan bo'lamiz. Ya'ni bunga nima demoqchiman? Instagramda yoki Telegram platformalarida, masalan, Yoshlar ishlari agentligi yoki qizlar maktabi, akademiyasi platformalarida yoshlar uchun kerakli bilimlarni, masalan, top universitetlarga qabullarni yoki tadqiqotlarni yoki bo'ladigan tadbirlar haqida ma'lumotlar berib boriladi. Ya'ni yoshlar uchrashuvlari haqida. Insonlar, ya'ni yoshlarimiz shundan foydalangan holatda o'zlariga to'g'ri va o'sishlari uchun kerakli ma'lumotlarni ola oladi. Ya'ni virtual dunyodan, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri maqsadda foydalanishlari ham mumkin. Bu esa insonni o'ziga bog'liq. Juda ham yaxshi, rahmat aytamiz. Qayoqqa? O'tiring, reklama ko'ramiz. Sanjar aka, Mohigul, O'zbekiston milliy futbol terma jamoasi va yana 5 milliondan ortiq o'zbekistonlik uzum kartani tanladi. Siz ham uzum kartangizni bepul oling. Uzum bank ilovasida. Har bir yaxshi kun Jacobs qahvasi bilan boshlanadi. Hayotning betakror ta'midan bahramand bo'l. Va Fayzullayev hisobni oshirdi. Uzum bank esa sizning hisobingizni oshiradi. Ilovada limitingizni biling. Limit bu doimo qo'lingiz ostida bo'lgan pul. Uni istalgan maqsadda ishlating. Maoshingizdan oldin yoki katta xaridlar uchun ozgina oling. Uzum bank ilovasini yuklab oling. Pul doimo qo'lingiz ostida. Pepsi sovg'alar dasturxoniga xush kelibsiz. Pepsi sotib oling. Qopqoq tagidagi kodni ro'yxatdan o'tkazing. Qimmatbaho sovg'alar yutish imkoniga ega bo'ling. Va har hafta iPhone 17 Pro va 100 million so'm yutish uchun tanlovda qatnashing. Sovg'alar dasturxoningizni to'plang. Pepsi bilan lazzat bilan. Men yiqilib tushdim. Men burilishni ko'rmay qoldim. Betadin bizga yordamga keldi. Betadin viruslar, zamburug'lar va bakteriyalarga qarshi kurashishga yordam beruvchi qulay antiseptik. Va biz yo'limizni davom etdik. Jarohatmi? Betadin. Betadin, to'xtab qolishga sabab yo'q. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Haqiqatan ham Dilnozaxon, bugun ijtimoiy tarmoqlar odamlar hayotining ajralmas qismiga aylandi. 2026-yil fevral holatiga ko'ra dunyodagi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar soni taxminan 5,7 milliard kishini tashkil etadi. Bu jahon aholisining qariyb 68%dir desak mubolag'a bo'lmaydi. Eng ommabop platformalar sirasiga YouTube, Facebook, Instagram va TikTok kiradi desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. To'g'ri aytyapsiz. Va qo'limdagi ma'lumotlarga ko'ra, ayniqsa o'smirlar ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanmoqda. O'rganishlar natijasida Amerika Qo'shma Shtatlarida 93% dan ortiq, Xitoyda 80%, Buyuk Britaniyada 77%, Koreyada 68% o'smirlar bunday tarmoqlarning obunachisi ekani aniqlandi. Ular uchun ijtimoiy tarmoqlar o'zini ifoda etish, muloqot qilish va ma'lumot izlash uchun muhim maydonga aylandi. Eng qizig'i, yuqoridagi aytgan platformalarda milliardlab obunachilari bor desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. O'zbekiston sharoitida ham zamonaviy yoshlar telefon va ijtimoiy tarmoqlardan tartibsiz foydalanishga moyil bo'lib, bu salbiy oqibatlarga olib kelmoqda desak, to'g'ri bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni cheklashning imkoni yo'q va taqiqlash ham to'g'ri emas, ammo internetdan foydalanishni tartibga solish shart. Bu borada qanday fikrlaringiz, mulohazalaringiz bor? Marhamat, hurmatli. Muattarxon, fikrlar bor bo'lsa, marhamat. Shiddat bilan rivojlanib kelayotgan hozirgi zamonda axborot texnologiyalari hozirgi kunda yoshlarimizni aynan virtual olamga o'zini jalb qilib kelmoqda. Aynan buni oldini olish, o'smirlarimizni sog'lom rivojlanishlari uchun ko'plab hozirgi ota-onalar, umumta'lim maktablarida o'qituvchilarimiz, har bir soha mutaxassislarimiz o'z faoliyatlarini olib borishmoqda. Lekin afsuski ota-onalarimiz, aynan o'quvchilarimiz buni bilmaydiki, o'quvchilarimizni ko'p internetdan ko'p muddatda foydalanishlarini o'zlarining aqliy qobiliyatlariga, hatto ruhiy salomatlariga ham salbiy ta'sir qilishini. Bu borada umumta'lim maktablarida ota-onalarga hamda o'quvchilarga Respublika tashxis markazi tomonidan rejalar taqdim etilgan. Ushbu rejalar asosida oyma-oy ota-onalar hamda o'quvchilar bilan raqamli texnologiyalarni aynan to'g'ri yo'lda foydalanishlari maqsadida trening mashg'ulotlari tashkil etilgan. Ushbu mashg'ulotlarda misol uchun bolalarga
aynan o'zini boshqara olmaydi. Aynan internet sohalari faoliyatda o'qiyotganda yoki internetga kirgan paytda aynan o'zini o'zi boshqara olmaydigan qobiliyatda bu korteks sohasida zarar yetadi. Aynan korteks sohasi misol uchun 8 yoshdan to 15 yoshgacha bo'lgan bolalarda hali shakllanmagan bo'ladi. Bu sohalar 20 yoshga to'lganda o'quvchilarni aynan to'liq shakllangan bo'ladi. Telefonga qaramlikka aynan o'zini korteks soha deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Korteks sohasi bu o'quvchilarimizda, yosh bolalarimizda o'zini boshqarish faoliyatini, nazorat qilish faoliyatini yo'lga qo'yuvchi soha hisoblanadi. Yosh bolalarda 5-6 yoshli bolalarga telefon berib, ma'lum bir muddat o'yinlar tomosha qilgandan keyin Dilnozaxon olsangiz jazavaga tushib qoladi. Jazavaga tushib qoladi. Ruhiy, misol uchun ruhiy holatida o'zgarishlar kuzatilyapti. Aynan shu o'quvchilarda, hattoki bolalarda ham 2 yosh, 3 yosh bolalarga bilamiz, ko'ramiz, ota-onalarimiz telefon berib qo'yadi. Hozir aytganingizdek, telefonni olib qo'yilsa xarxasha qiladi. Bu faoliyatda bolalarda o'zi bilmagan holatda shu xarxasha qiladi, ruhiy holatiga salbiy ta'sir qiladi. Ya'ni o'sha korteks sohasi hali to'liq shakllanmaganligi sabab bo'lib o'quvchilarimizda aynan shu telefonga qaramlik hozirgi kunda shiddat bilan shakllanib bormoqda. Bundan tashqari o'quvchilarimizda ruhiy salomatligiga ta'sir qiladi. Telefon o'ynayotgan paytimiz, bolalar o'ynayotganda shunda poзвоночник sohasi, hattoki ko'z sohalariga, bundan tashqari bolalarimizda giperaktiv, nima uchun farzandlarimiz giperaktiv, aytganingizdek xarxasha qiladi, hattoki giperaktiv bo'lib qolishlariga ham sababchi bo'lmoqda. Xo'p, nima tavsiya qilasiz? Bu uchun o'quvchilarimizni ko'proq shanba, oddiy kunlari yoki o'zlarini ota-onalarimiz bo'sh vaqtlarda raqamli doteks mashg'ulotlarimiz bor. Aynan doteks mashg'ulotlarimiz raqamli qaramlikni oldini olish maqsadida qiziqarli mashg'ulotlar taklif qilingan. Misol uchun o'quvchilarimizni necha soatni rejalashtirish, time management, telefondan necha soat foydalanish kerak oilada. Misol uchun yosh bolalarimizga, misol uchun 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda umuman telefondan foydalanish taqiqlanadi. Xuddi shunday. Hattoki 4-sinfdan 5-sinf yoki 8-9-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarimizda 2 soat yoki 3 soat. Hozirgi kunda mana aytib o'tganimizdek YouTube yoki Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlar, bularning hammasini algoritmi iloji boricha o'sha foydalanuvchilarni o'zida ushlab qolishga harakat qiladi. Ya'ni u yoqda like yig'ishlar yoki qanaqadir o'sha sizni xohishingizni sinab ko'rishadi ularning algoritmlari. O'sha orqali sizga boshqa bir kontentni tavsiya qilib ko'radi. Siz uni ko'rishda davom etsangiz, demak sizga yana qiziqishingizga qo'shimcha nimadirlarni qo'shib beradi. Shunaqa paytda boyaga aytib o'tganimizdek, bolalardan birdan o'sha qurilmalarni yoki telefonlarni tortib olmasdan o'sha ota-ona nazorati, ya'ni family degan qanaqadir dasturlar bor. Masalan, Android tizimida yoki o'sha hammamiz biladigan iPhone tizimlarida o'shalar orqali vaqt chegaralab qo'ysak, yosh bolani aldash oson. Vaqt chegarasini qo'yib qo'ysak, o'sha vaqtdan o'tgandan keyin mana telefon ham seni ko'rishingni o'sha xohlamayapti. Demak, qaytarib berish kerak deb turib, sekingina olsak bo'ladi. Xuddi shunaqa nazorat qilish mumkin. Ya'ni unga taqiqlab qo'ymasdan nazorat orqali buni yengillashtirish mumkin. Birinchi o'rinda biz uchun eng muhim jihat bu bola va ota-ona o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish. Bu yerda o'sha yana bir PIRLS xalqaro tadqiqoti adashmasam natijalarida shunday holat borki, bolalarda 1 soatdan ortiq telefondan foydalanganda bola o'zini maktabda begona his qila boshlaydi degan. Ya'ni jamoaga qo'shilish masalasi ham bor. Jamoaga qo'shilish, ya'ni bolada ruhiy buzilish, axloqiy buzilish, uyqu buzilishi, jazava oxirgi eng yuqori nuqtalarda shakllana boshlaydi. Biz bu nuqtada nima qila olamiz? Qila oladigan ishimiz birinchi o'rinda nima uchunligini tushuntirish. Ikkinchidan, hamkasbim aytganidek, bu yerda biz boladan oldik, unga alternativ taklif qilishimiz mumkin. Juda oddiy mashg'ulot bor. Deylik, bo'yash mashqi. Mana deylik, raqamli bo'yash bor. Bilamiz, misol uchun birinchi raqamda qizil, ikkinchida sariq, uchinchida yashil. Deylik, bolalarga juft ranglarni berib, ota-ona o'zini toqni bo'yashi mumkin. Mana shu onlayn faoliyat ham birinchidan bola va ota-ona o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantiradi. Ikkinchidan boladagi didni shakllantiradi. Uchinchidan bolani o'ziga mobil raqamli vositalarga nisbatan alternativlarni taklif qilish imkoniyatini beradi. Va mana shu narsani o'zi ham bolaning miyaning turli sohalarida psixologlarimiz bu narsani juda ham yaxshi biladi, juda ham yaxshi effekt beradi. Rivojlanishiga yaxshi sabab bo'lishi mumkin. Marhamat Shahboz aka. Marhamat. Juda o'rinli va muhim fikrlar aytilyapti. Endi
bolalarni qaramlikdan qutqarish masalasida takliflar bildirilyapti-da, lekin ota-onalarning o'zi qaram bo'layotgan bo'lsa, unda nima qilishimiz kerak degan savol ochiq. Va mana shu o'rinda bizda huquqiy madaniyat, tibbiy madaniyat yoki boshqa bir ijtimoiy madaniyat kabi tushunchalar bor. Va mana shu tushunchalar qatoriga biz raqamli madaniyat degan bir tushunchasini kiritishimiz kerakda. Va mana shu madaniyatni o'zimizda shakllantirishimiz kerak. Bu shakllantirish, bu madaniyatni shakllantirish qanday amalga oshiriladi? Albatta, buning kichik bir ko'rinish sifatida bugungi bir suhbat jarayonini ham aytishimiz mumkin. Mana shunday suhbat jarayonlarini ko'paytirishimiz kerak. Keyin sun'iy intellekt masalasida biz har doim salbiy fikrda qolishimiz kerak emas. Chunki dunyo taraqqiy etib borar ekan, albatta biz raqamli muhit bilan birgalikda hayot kechiramiz, uni cheklab qo'ya olmaymiz. Demak, undan biz o'rinli foydalanish madaniyatini o'rganishimiz kerak. Bu madaniyat qanday shakllanishi kerak degan masala, demak, yana o'sha turli tadbirlar, turli ko'rinishlar yoki turli suhbatlar bilan amalga oshirilishi mumkin. Va shu o'rinda milliylashayotgan sun'iy til, biz qachon milliy korpusimizni yaratamiz degan masala ilgari surildi. Shuni aytib o'tmoqchi edim. Biz bugun milliy intellektni, milliy sun'iy intellektni yaratdik. Qaysi sohalarda? Deyarli hamma sohalarda. Tibbiyot sohasiga sun'iy intellekt kirib keldi. Iqtisodiyot sohasiga kirib keldi. Huquqiy sohalarda bugun tergov jarayonlari sun'iy intellekt asosida amalga oshirilmoqda. Lingvistik ekspertiza jarayonlari sun'iy intellekt asosida amalga oshirilmoqda va til sohasiga ham kirib keldi. Endi biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa aynan raqamli qaramlikka tushib qolmaslik va raqamli madaniyatni shakllantirish bo'ladi. Rahmat fikrlar uchun. Abbosxon aka, siz qanday fikr bildirasiz, marhamat? Birinchi navbatda bola 0-8 yosh haqida fikr aytib o'tildi. Bu davrda bola asosan ota-onasi bilan hayot kechiradi. Bakalavr bosqichida tahsil olganimizda bir ustozimiz, professor ustozimiz aytgandilar. Yigitlar, bizga yoshligimizda hech kim kitob o'qi deb aytmagan oilamizda. Dadam, buvam kitob o'qirdilar, men ham olib kitob o'qiganman. Ya'ni bola ko'zi bilan ko'rgani, qulog'i bilan eshitganiga qarab shakllangani sari o'sha amallarni taqlidan bajarib boradi. O'ylashimcha, hozirgi kunda ham ota-onalarimizni yelkasiga tushayotgan kuchli mas'uliyat bolaga shaxsiy yaxshi chiroyli namunani shakllantira olish. Agar ota-ona o'zi qo'lida reels tomosha qilib o'tirsa, uni kuzatayotgan bola ham uni miyasida shu to'g'ri ekan yoki shunaqa qilish kerak ekan degan narsa shakllanib qolish ehtimoldan xoli emas. Lekin bola ota-ona bolani oldida audio kitob eshitsa yoki ilmiy bir narsalar tomosha qilsa yoki kitob o'qisa, qanchadir muddat, endi butunlay emas, asosiy muddat shunday o'tkazsa, balki bolada to'g'ri immunitet shakllanib borishi ham mumkin. Ya'ni nimani aytmoqchiman? Birinchi navbatda ota-onalarimizni yelkasiga mas'uliyat tushyapti, shaxsiy namunani shakllantirish va bu o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Osonlikcha shakllanib qolmaydi. Hozirgi jamiyatimizdagi faol ziyolilar avvalo bu narsani shakllantirib, targ'ib qilib, atrofga namuna ko'rsatishga harakat qilyapti. Mana shu ishlarni yaxshi davom ettirilsa, tizimli shakllantirilsa va aynan buni alternativ shaklida ijtimoiy tarmoqlarga keng yoyilsa, ya'ni mana ekspertimiz aytib o'tganlaridek, ijtimoiy tarmoqlar orqali bu ishlarni qanday amalga oshirish haqidagi matnli ko'rinishda, video ko'rinishda kontentlar ko'payib borsa, o'ylashimcha keraksiz kontentlarga alternativ ko'payib boradi. Biz keraksiz kontentlarni olib tasha olmaymiz ijtimoiy tarmoqlardan, lekin faqatgina ularga eng kamida teng miqdorda foydali kontentlarni va chiroyli kontentlarni qo'yib berishimiz mumkin.
Tashakkur bildiramiz. Bizning raqamli makondagi faolligimiz va sun'iy intellekt bilan o'z tilimizda muloqot qilishimiz qanchalik ortsa, milliy modelimiz shunchalik aqlli va mukammal bo'lib boraveradi. Bu esa O'zbekistonning global intellektual maydondagi munosib va barqaror o'rnini beixtiyor kafolatlaydi. Sun'iy intellektning o'zbek tili bilan integratsiyalashuvi bu millatning global raqamli dunyoda o'z o'rnini topishi, tafakkurini saqlab qolishi va madaniy merosini kelajakka benuqson yetkazishi uchun tashlangan eng muhim tarixiy qadamdir. Tilni raqamli makonda mustahkamlagan millatgina o'z kelajagini mustaqil yarata oladi. Albatta, shuningdek raqamli qaramlikka qarshi kurash texnologiyalaridan butunlay voz kechishni anglatmaydi, balki ulardan to'g'ri va me'yorda foydalanishni talab qiladi. Inson bu muammoni qanchalik erta anglasa va o'z odatlarini nazorat qila boshlasa, diqqatni boshqarish, stressni kamaytirish va hayot sifatini oshirish shunchalik oson kechadi. Eng muhim jihat virtual va real hayot o'rtasida muvozanatni saqlashdir. Keyingi dasturlarimizda bu dolzarb mavzuga biz yana qaytamiz. Hozircha esa xayr. Barchaga rahmat. Keyingi dasturgacha salomat bo'ling.